Davom etamiz. Surxon davlat qo'riqxonasi 1986-yilda tashkil topgan. Manzil Ko'hitang tog'ining sharqiy yonbag'irlarida joylashgan bo'lib, maydoni 23.802 gektarni tashkil qiladi. Dengiz sathidan 850 metrdan 3137 metrgacha balandlikdagi hududni o'z ichiga olgan. Bu joyda ko'plab hayvonlar, qushlar, sudralib yuruvchilar, baliqlar va boshqa hayvonot dunyosi vakillari uchratish mumkin. Surxon davlat qo'riqxonasi hududini UNESCOning butun jahon tabiiy merosi transchegaraviy obyekt ro'yxatiga kiritish bo'yicha olib borilayotgan ishlar doirasida xorijiy ekspertlarning manzilga bo'lgan tashrifi tashkil etildi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Surxon davlat qo'riqxonasining qattiq muhofaza etiladigan hududida 2 kun bo'lgan xalqaro ekspertlar noyob biologik xilma-xillik, boy o'simlik va hayvonot dunyosi, shuningdek hududning ekologik ahamiyati bilan yaqindan tanishdilar. Qo'riqxona hududidagi tog' landshaftlari, tabiiy ekotizim hamda muhofaza qilinadigan noyob turlar mutaxassislarda katta taassurot qoldirdi. Biz bir necha yildan buyon Markaziy Osiyoda faoliyat yuritamiz. Hozirda esa Ko'hitang tog'larini o'rganib, ushbu hududni UNESCOning butun jahon tabiiy merosi transchegaraviy obyekt ro'yxatiga kiritish ustida ishlayapmiz. Bu yerning betakror tabiati va insonlarning mehmondo'stligi bizda katta taassurot qoldirdi. Shu bilan birga ishlarimizga yordam bergan Ekologiya vazirligi, qo'riqxona ma'muriyati va mahalliy inspektorlarga minnatdorchilik bildiraman. Ekspertlar tomonidan qo'riqxonaning xalqaro ekologik mezonlarga mosligi, biologik xilma-xillikni asrab-avaylashdagi o'rni va transchegaraviy tabiiy meros sifatidagi salohiyati alohida e'tirof etildi. Surxon davlat qo'riqxonasi 1986-yilda tashkil etilgan va bu manzilga begonalarning kirishi va chiqishi qat'iyan taqiqlangan. Va aytishki, kuchaytirilgan nazorat tadbiri natijasida olib borilayotgan bu yerdagi ishlar natijasida manzildagi hayvonot va nabodot olamining soni keskin ortib bordi. Natijada esa xalqaro kuzatuvchilarning e'tibor markaziga tushdi bu manzil. So'nggi kunlarda esa UNESCOning butun jahon tabiiy meroslari transchegaraviy obyektlari ro'yxatiga kiritilishi arafasida. Surxondaryoda yagona bo'lgan Surxon davlat qo'riqxonasi UNESCOning ro'yxatiga kiritilgandan so'ng manzilda nimalar o'zgaradi? Avvalambor bu qo'riqxonaning yanada qo'riqlanishi, ya'ni u yerda saqlanayotgan hayvonlarni, bioxilma-xilliklari, ekotizimi yana yaxshilanganligi, keyin shu kelajak avlodga mana shu bus-butunligicha, shu tabiiyligicha shu qo'riqxonani saqlab qolishdan iborat bo'ladi. Antropogen ta'sirlarni oldi olinadi. Bu yerga qo'riqxona UNESCOga tarkibiga kiradigan bo'lsa, tabiiy meroslar obyektiga kiradigan bo'lsa, hozir bizga mana shu Germaniyada tashrif bergan ekspertlarni har bir ekspertni o'zi har bitta qo'riqxonaning bo'limi, kvartallari bo'yicha haqiqatan ham qo'riqxonada shu o'simlik dunyosi, hayvonot olamini, bioxilma-xillikni saqlanishi, ekotizimni yaxshilanishi bo'yicha o'zlari ko'rib, guvohi bo'lishdiki, haqiqatan ham qo'riqxonaning qo'riqlanishi, ya'ni bu qo'riqlanish tizimi to'liq raqamlashtirish tizimiga o'tganligini ko'rib, bu yerda o'zlarining ekspertlar o'zini xulosasini beryapti. Mazkur tashrif O'zbekistonning tabiiy merosini xalqaro miqyosda targ'ib qilish, ekologik hamkorlikni mustahkamlash hamda Qaytentak va Surxon davlat qo'riqxonasi hududlarini UNESCOning butun jahon tabiiy meroslar ro'yxatiga kiritish borasidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Maqsud Alimnazarov, Surxondaryo.